Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Bugungi bardak hayotimizda, mirdak hayotimizda har xil zakazlar, har xil narsalar mana ular va bular haqida qo'yganmiz video. Mana bu yerda har xil narsalar bor. Demak, hozirgi video qilishimizda maqsad nima o'zi? Mana kech tushib qoldi bugun ham. NRS masalasi. Siyib qo'yish, bolalarda siyib qo'yish. Siyib qo'yapti bolam deydi. Mana shunaqa holatda nima taktika qilsak yaxshi bo'ladi? Nima taktika qilsak yutib qolamiz? Kasallikni davolaymiz degan savol bor. Demak, odatda NRSda ziviraboy o'simligi beriladi. Ziviraboy o'simligi dalachoy deyiladi. Ko'pchilik biladigan narsa. Ziviraboy dalachoy o'simligi aynan NRSga ekanligini juda ko'pchilik tushunadi. Hozir men dalachoyni topib qolayda. Demak, mana dalachoy. Buni hamma sariq gulidan taniydi. Biz bundan beramiz albatta. Keyin tulki moyak berishadi. Tulki moyak ham deyshadi, mana men maydalab qo'ydim. Bundan ham qo'shamiz. Demak, NRSga yana beriladigan narsa tilla bosh o'simligi beriladi. Zolototesishnik deyiladi, mana bu. Shunday qopni ichidan olib, mana shunaqa paketga solib oldim. Demak, men bu yoqqa zbor tayyorlayman, qo'shaman buni. Hammasini bitta joyga qo'shib, aralashma tayyorlayman-da. O'shaning uchun muhim bu. Demak, qo'shamiz zolototesishnik, ziraboy, tomatat. Endi bu bolamiz noyob bola ekan, hech tuzalmagan ekan, umuman siyib qo'yishdan. Bularda avval ham ichgan ekan. Shuning uchun menga gapirmang bu gaplarni. Men avval ham qilib ko'rganman, foyda bo'lmagan. Nima qilasiz menga yana shu ichgan narsalarimizni yana berib, buni biz boshqa tabiblardan olib ichganmiz, boshqa qilganmiz deyapti. Endi xo'p, endi chuqurroq o'ylab qarasak, so'radim. Nima bo'ladi o'zi bola desam, bola qattiq uxlaydi dedi. O'zi kunduz ham siyib qo'yadimi? Siydik qopi bo'shroqmi desam, yo'q dedi. Umuman siymaydi dedi. Anaqa uyg'oq vaqtda siyib qo'ymaydi dedi. Sfinkter baquvvat dedi. Faqat uyqu kuchli dedi. Shunaqa kuchli uxlaganidan dedi, quvug'i to'lib ketganini ham signal bormaydi dedi. O'zi medik ekanlar shekilli, juda ko'p narsani bilar ekan. Shuning uchun miyani uyg'otish kerak degan fikr paydo bo'ldi menda. Bu fikr haqiqatan ham miyasini agar uyg'ota olsak bolani, tunda masalan uxlab yotgan joyida signal tez boradigan bo'lsa, tezroq uyg'onib, tezroq hojatxonaga borsa, bu hamma uchun udobniy bo'ladi. Shuning uchun nima qo'shamiz? Albatta, jenshen qo'shamiz, jenshen. Jenshen miyani aktivlaydi. Buni qo'shamiz albatta. Albatta, tisichilistnik qo'shamiz. Tisichilistnik protivovaspolitni ishlaydi. Zolotoy korin qo'shamiz. Bu miyani aktivligini sal oshirib beradi. Ginka biloba juda kuchli dori, ehtiyot bo'lasizlar, mustaqil ishlatmaysizlar. Buni o'zim dozasini bilaman, qo'shaman. Rozmarin miyani aktivligini, xotirani kuchaytirib beradi. Bundan ham albatta qo'shamiz. Melissa xotirani kuchaytirib beradi, diqqatni yaxshilab beradi. Demak, yetadi. Mana shu to'plamni qiladigan bo'lsak, boyaga aytganlarim bilan birgalikda yetadi. Aktivlaydigan narsalar bor. Yana bitta narsani aytishimdan chiqib qolibdi-ku. Bu narsa mardovnik degan o'simlik, exinapsin degan ximический sostav saqlaydi o'zida. Bu boladagi nervlarni borib kelishini tezlashtirib beradi. Masalan, siydik qistayaptimi, nerv orqali miyaga boradida, "Voy, yo'qon, tuk. Siyish kerak. Bo'ldi, tur. Mana shu narsani shu mardovnik ta'minlab beradi. U turadi, qani, bormi? Borish kerak. Hojatxonaga boradi, keladi, yana uxlayveradi. Umuman olganda NRSga ishlatamiz. Bu mana lishni o'pitim, bu mana lishni taktikam, mana shu taktikalar bilan kirib boramiz. Bemorning qo'yniga, ko'ngliga, holatiga, sog'lig'iga hamma tomonlama kirib boramiz. Mana shu giyohlar bilan kirib boramizda o'sha dardiga shifo bo'ladigan giyohlarni beramiz. Bularni normasini, dozasini noto'g'ri hisoblab bersanglar, zarar bo'ladi bolaga. Agar to'g'ri hisoblab bersanglar dozalab, unda zo'r bo'ladi. Men buni hozir bu videoda hammasini hijjalab va dozalab ko'rsata olmayman. Tarozini qo'yib bitta o'lchashim kerak. Har bittasining grammi bor. O'sha narsani men tayyorlab berishim mumkin. Sizlarga bu narsa haqiqatan ham foydali bo'ladi. Endi buning uchun albatta qo'ng'iroq qilish kerak.
doktor Ibragimovga menga telefon qilib, doktor mana shunaqa enurez bor bizni bolada, nima qilsak bo'ladi? Пожалуйста, tayyorlab beraman mana shu giyohlardan. Effekt yaxshi bo'ladi. Kanalda nomerim bor. Undan tashqari yana og'iz akam aytib qo'yaman. 90lik 349 05 30. Bu raqamni pashti butun O'zbekiston, butun Esenga bildi. Har gal reklama qilganimda aytib o'taman-da chunki. Enurezga mana shunaqa tarkib, noyob tarkib bilan, boshqacha yondashish bilan xullas kirib boramiz. Hammaga enurezdan qutulib ketishligini so'rab qolgan holatda, shifoyi komil tilagan holatda sizlar bilan doktor Ibragimov. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.